Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia ishqibozlari. Men bugun Pavlonia uchun asosiy ozuqa bo'lgan Biagomus haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ya'niki kimda-kim mana shu Pavlonia sohasida yaxshi, ya'niki Pavloniani yetishtiraman degan odamlar uchun, Pavloniasi yaxshi o'sishni xohlaganlar uchun, ya'niki yaxshi rezultatlar bo'lishi uchun mana shu желательно mana shu Biagomus xaridori, ya'niki Biagomus bo'lishi kerak. Bo'lmasa желательно sotib olish kerak, ya'niki har bir har bir daraxt, har bir Pavlonia uchun ma'lum bir miqdorda Pavloniaga mana shu Biagomuslardan solinishi shart. Mana shu uchun Pavlonianing asosiy ozuqasi mana shu Biagomus. Kimda kim Pavlonia ekkan bo'lsa, ya'niki ekish niyati bo'lsa, mana shu iloji boricha mana shu Biagomusdan foydalanishini maslahat beramiz. Sababi bu juda ham organik ozuqa bo'lib, ya'niki selektor amofosdan ajralib turadi. Ya'niki bu organik, ya'niki tabiiy o'g'it hisoblangani uchun buning foydasi Selektora amofos mochivinidan juda ham yaxshi. Shuning uchun hamma Pavlonia ishqibozlariga mana shunday Biagomuslarni ishlatishni maslahat qilamiz.